Nyu-Yorkning 5 minorasi. Bir vaqtda 5 ta joyni portlatishadi. Amerika konsulligi, Galatadagi ibodatxona, 2 ta ko'prik va biz turgan joy, ya'ni metroni. Bundan tashqari ularning qo'lida olib qochilgan ishbilarmonlar ham bor. Ularning bugungi suiqasd bilan aloqasi bormi, Salim? Bilmayman. Bularni ham tasodifan bilib qoldim. Meni o'zlariga endi qo'shishyapti. Batmanga yuborishyapti. Bo'pti, Salim. Ramsi bilan aloqani uzma. Biz ertaga hal qilamiz. Ko'rishguncha. Istanbul qonli kunni boshdan kechirmoqda. Ahmet Taner Kesali, Ugur Mumji, Bakriya Uchok jinoyatlariga o'xshab ketadigan bomba portlashi natijasida jurnalist Dursun Shahin hayotdan ko'z yumdi. Nima deysan? Kimlar bo'lishi mumkin? Bugungi kungacha mana shunga o'xshash suiqasdlarni aniqlash afsuski mumkin emas. Kimlar chiqishini bilmayman. O'g'uz, surishtiryapsizlarmi? Mahmudlar Salim bilan uchrashuvdi. Furat bilan gaplashdim. Jamoat bunaqa ish qilmaydi dedi. Kerakli bo'limlarga zarur tavsiyalarni berdim. Yomon. Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da gece baskınlarıyla küçücük çocukların üzerine bombalar atmadılar mı? Bütün dünya, Birleşmiş Milletler bir şey yapabildi mi? Birleşmemiş milletler sadece fakir devletlere ambargo koymak için var. İbadullah, işte o insanlar ki başkalarının evlerine zalimce zorla yerleşmeye çalıştıklarından dünyanın da silah gücüyle döndüğüne inanırlar. Oysa bilmezler ki dünya rahmet ve şefaat üzerine Efendimizin yüzü suyu hürmetine dönmektedir. İslam'ın can evinde bu kaçıncı yangın, bu kaçıncı tufan, bu kaçıncı bela. Ey bebelere kıyanlar, insaf! Ey şeytanlar şeytanı, insaf! Ey melanet yuvası, insaf! İnsaf! Dünya malı zahiridir. Kötülük yapmayın. Allah yolundan ayrılmayın. Politsiya xodimlarini tayyorlash markazi, xotirjam tur. Tayyor bo'l. Rostlan. Hurmatli do'stlar, maktabimizni muvaffaqiyatlar bilan bitirib, mamlakatimizning 4 tomoniga tarqalib, ilk ishlaringizni boshlaysizlar. O'z ishi uchun jonini berishga tayyor turgan sizlar, til, din, irq ajratmasdan bu davlatda yashayotgan barcha insonlarning jonini, molini, nomusini, joningiz, qoningiz evaziga himoya qilasizlar. Har bir jinoyatchiga qarshi chiqib, barcha fuqarolarga teng munosabatda bo'lasizlar. Hammangizni tabriklab, ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman.
Politsiya! Politsiya! Hasan, Muhammad! Hasan, Muhammad! Tezroq bo'linglar, hamma o'z joyiga, hamma o'z joyini egallasin. Tezroq, tezroq! Qushlar qafasda. Operatsiya boshlansin. Ajar! Balkon! Giriyoruz. Bomba! In Ankara, I made clear that America is not and never will be at war with Islam. The Holy Quran teaches that whoever kills an innocent has killed all mankind. Remzi. Remzi.
Mahmud, operatsiya tugadimi? Ha, mudirim. Vaziyat qanday? Ramzi va 6 do'stimizdan ayrildik. Alloh rahmat qilsin. 2 yarador bor. 18 terrorchini o'lik holda qo'lga kiritdik. Yaxshi, Mahmud. Bularning xalqaro kuchlardan yordami borligi aniq. Shuni aniqlashimiz kerak, Mahmud. David, eshikni tagidamiz. Kiringlar. Qimirlama, federal agentlar. Yot, yerga yot. Yot, qo'llaringni orqaga qil. Hoji Gumush, Assalomu alaykum va rahmatulloh. sukut saqlash huquqiga egasan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aytgan har bir gaping yoki qiladigan ishing sudda senga qarshi ishlatilishi mumkin va ishlatiladi. Hoji Gumush shumi? Qo'yib yuboringlar meni. Bu yerda nima bo'lyapti? Xotinimni tinch qo'yinglar. O'chir ovozingni. David Baker faqaba. Hoji, Eringizni qo'lga olish uchun buyruq berilgan. ammo nega ushlanadi? Tinchlaning, tinchlaning. Nega qo'lga olyapsizlar? Tinchlaning. Qo'llaringizni torting dedim. Savollaringiz bo'lsa, idoraga kelib so'rashingiz mumkin. Uni boshqa xonaga olib chiqinglar. Tez. Iltimos, Stevens, uyni tutinglar. Xo'p bo'ladi. Sen u yerga. qo'yib yuboringlar. Filistinli kardeşlerimiz için biz yardım toplayalım yine. Metin, senle Cemil cemaate gidin. Baki sen Kur'an kurslarına, Burhan. Senle Ömer de milliyetçi kardeşlerimize gidin. Hadi, selametle. Ülkücü Türk gençliği olarak. Ülkücü Türk gençliği olarak. Komünizme, faşizme. Komünizme, faşizme. Kapitalizme, siyonizme. Kapitalizme, siyonizme. Ve her türlü emperyalizme karşı. Ve her türlü emperyalizme karşı. Mücadelemiz son nefes, son nefes. Mücadelemiz son nefes, son nefes. Ve son damla kana kadardır. Ve son damla kana kadardır. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Milliyetçi Türkiye'ye Turan'a kadardır. Milliyetçi Türkiye'ye Turan'a kadardır. Yılmayacağız. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. 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 Allah Türk'ü korusun ve yüceltsin. Hoş geldiniz hocalar. Eyvallah. Buyurun. Bizi Hoca Efendi gönderdi. Filistinli kardeşlerimize Allah için yardım istemeye geldik. Cenab-ı Hak karşılığını kat be kat ikram etsin. Filistin'deki din kardeşlerimize elimizden ne gelirse yapmaya hazırız hocam. Yalnız bize 2 gün müsaade edin. Allah hayrınızı kabul etsin. Selametle. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Eyvallah.
Ömer kardeş, ben çocuklarla alışverişe çıkacağım. Selamet. Eyvallah. Efendim. Peki efendim. Choychi, qachondan beri bunaqalarga alohida e'tibor beryapsiz? Sen nega qarab turibsan? Sizni kutishyapti. Menimi? Ikkingizni. Kelishyapti. O'tiringlar. Sizlar tanishmisizlar? Furat Baran, Ajar Aydin. Amirim, kechirasiz. Tashqarida tanimaydi, kechirasiz. Hech qisi yo'q. Kerat. Bu yoqda vaziyat qanday? Hammasi joyida, mudirim. Yaxshi. Yigitlar, sizlarni 2 kunga Nyu-Yorkka yuboramiz. Necha yillardan beri ortidan yurgan odam Dajjal. FQB tomonidan Nyu-Yorkda qo'lga olinibdi. Bu kecha tushirilgan rasm. Uni kecha Amerikada qo'lga olishibdi. Soho shahrida marketlar bor ekan. Juda qiziq. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, uning aybi yo'q. Xullas, Dajjal har qanday terror voqealariga, har qanday jinoyatga aralashmaganligi sababli amerikaliklar tomonidan qo'yib yuboriladi va bizga topshiriladi. Firat, sening harakatlaring sababli Dajjolning aslida kim ekanligini aniqladik. Ammo seni yo'lingni qo'llab-quvvatlamayman. Gapir. Dajjal hoji Gumush, to'g'rimi? Og'a aytdim-ku, bilmayman deb. Menga qara. Dajjal deganlari hoji Gumushmi, to'g'rimi? Ha, hoji Dajjal. Oxirgi marta so'rayapman. Dajjal hoji Gumushmi? Tushunmadim. Dajjal hoji Gumush. Firat. Muammo yo'q, mudirim. Bu bola gapirdi. Dajjal bu hoji Gumush. Dajjal qiyomat kuni yer yuziga tushib hamma narsani yo'q qiladigan odam. Menga FQBdan ekanliklarini aytishdi. Markus nima qilish kerakligini bilmayman. Mariya, sen xafa bo'lma. Masalaning aslini o'rganaman. Bundan keyin bo'ladigan ishlardan xabardor bo'lasan. Nima bo'lsa ham. Oldin menga qo'ng'iroq qilmasdan hech narsa qilmanglar. Xo'pmi? Kelishdik-a? Bo'pti. Ketdim. Meni nega bu yerda ushlab turibsizlar? Aybim nima? Advokatimni chaqiringlar. Qardoshlarim, ishonchimiz, hayotimiz xatar ostida. FQB hojining uyiga bosqin qilib, uni olib ketishibdi. Turkiyaga topshiradigan bo'lsa, uni aslo qaytib ko'ra olmaymiz. Biz gapirgan va qilgan ishlarimizni kuzatib turishibdi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xudo yordamchingiz bo'lsin. Amin. Jonathanning qizig'i yo'q. Uni olib kelishimiz kerak. Bo'pti. Rahmat. Oyi, hammasi yaxshi bo'ladi.
Endi hech narsa oldingidek bo'lmaydi. Mariya, meni noto'g'ri tushunishingizdan qo'rqaman. Hojining ba'zi narsalariga aloqasi borligi... Tomas! Biz hoji haqida gapiryapmiz. Nimadir bo'lyapti. Ammo nega bunday bo'lganini tushunolmayapman. Hoji, nimalar bo'lyapti o'zi? Allo. Firat o'g'lim, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshiman buva, xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Yangilik bormi o'g'lim? Buva, Amerikaga ketyapman. Amerikaga omadingni bersin. Xayolim senda bo'ladi, shuni unutma. Yaxshi borib kel. Xayr. Bo'pti buva. Xavotir olma. Mayli o'g'lim. Tashkilot meni bu yerga yuborganida 28 yoshda edim. Amerikada ne kunlarni ko'rmadim. Nima bo'ldi, amirim? Amerika yoqmaydi shekilli sizga. Ishingga qara, og'ayni. Eringiz topshirilishga tayyor. Turk xodimlari yo'lda. Qolgan gaplarni ular aytishadi. Hech kim meni erim jinoyatchi ekanligiga ishontira olmaydi. Iltimos ayting, erimni aynan nimada ayblashyapti? Menga qarang, Gunush xonim. Gumush. Birgina bilganim Interpol orqali qidirilayotgani va bizga qo'lga olish buyurilgani. Ba'zan odam yonidagi xavfni ko'rmaydi va bu tahlika eri bo'lsa ham, meni bilganim mana shu. Meni to'g'ri tushuning. Bu yerda bekorga ovora bo'lyapman. Hech narsani tushunmayapsiz. Ha, Markus, aminman. Bugun. Kiring. David, turk politsiyachilari keldi. Bo'pti, Jim. Aybdorni olib ketish uchun olib kelinglar. Marhamat janoblar, Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Meni agent David Baker. O'tiring, amirim. Menajer, bu esa sherigim Firat. Xursandman. Sizlarni juda yaxshi bilaman. Turkiyani qayerdan bo'lasizlar? Men Istanbullikman, u esa Sharqdan, Bitlisdan. Kurcha bilasanmi? Ha, Qalaysan? yaxshiman. Yaxshi. Kurketchani qanday o'rgangansan? Iroqda edim. Iroq ozodlik harakati paytida. O'sha yerda kurchani o'rgandim. Ozodlik insonlar uchunmi yoki neft? Insonlar. Amerika sababli Iroq xalqi Saddam Husayndan qutuldi va endi tinch yashayapti. Nima deyapti? Bir soniya. Saddamni Amerika yaratganligini butun dunyo biladi. Ozodlik harakatida 1 million iroqlik musulmon o'ldi. Sizni bu ozodlik harakatlaringiz faqatgina neftga boy davlatlarga to'g'ri kelaveradimi? Biz Iroqqa terrorni yo'q qilish uchun bordik. O'limlarga esa musulmonlarning o'zi aybdor. Yanglishayotgan bo'lsam aytinglar, terror harakatlarini tashkil qilganlar musulmonlar emasmidi? Og'irroq bo'l. Biz ham musulmonmiz. Nimani gaplashyapsizlar? Tayyormiz, David. Jim, men kerakli ishlarni hal qilaman, siz u bilan chiqinglar. Ketdik, amirim.
Yaxshi qoling, agent Beker. Bu odam islom dushmani Ablah. Ularga qarshi bo'lgan hamma terrorchi. Asabimni buzdi. Turk politsiyasi seni olib ketgani keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Hoji Gumush. Ketdik. Hoji chiqqan mashinaga biz ham chiqamiz. Biz ham u bilan birga ketamiz. Albatta, marhamat. Jin ursin. 911 ga qo'ng'iroq qil. Biz federal agentlarimiz, maxsus agent James McCune. Savollaringiz bo'lsa yoki men bilan aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz qo'ng'iroq qiling. Xo'pmi? Tashkilotda afsonasiz, hoji. O'qishda davom eting. O'chir ovozingni, hoji. Hozir Pike ko'chasidamiz. La'nati musiqani o'chirib takrorla. Tushundim. Hozir Pike ko'chasidagi chorrahaga yaqinlashyapmiz. Ajar. Yaxshimisan? Yaxshiman, yaxshiman. Sizlar yaxshimisiz? Hammasi joyidami? Hamma sog'. Qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin? Nyu-York politsiyasiga qo'ng'iroq qiling. Turk jinoyatchisi Hoji Gumush uchun butun mamlakat bo'ylab qidiruv e'lon qilinsin. Turk politsiyasi va Interpol bilan bog'lanib, zarur ma'lumotlarni beringlar. Qimirlanglar. Xayrli kech. Xayrli kech, mudirim.
Mudirim, muhim bir narsa bo'ldi. Tinchlikmi Yosin? Amerikada ishlar chalkashib ketibdi. Nyu-Yorkda Dajjolni olib qochishibdi. Nima? Mudirim, vaziyat men aytgandek. Biror yangilik bo'lsa xabar beramiz. Bo'pti. Meni tushundinglarmi? Tushundik. Jinoyatchi bilan bog'liq hamma narsani bilishni istayman. Yo'ldagi kamera qaydlari barcha bo'limlarga tarqatilsin. Tushunarlimi? Bizni ish nima bo'ladi? Ham mehmonsizlar, ham rasman xizmatda emassizlar. Oyoq tagida o'ralashmanglar. Nima, biz bekorga o'tiramizmi? Bu yerda politsiya sifatida huquqingiz yo'q. U bizning qo'limizda edi. Biz ham shu ishning ichidamiz. Ahmoqona ish qilishga urinmanglar. Qonunga rioya qilishga majburmiz. Nima deyapti? Mehmonsizlar aralashmang deyapti. Jinni bo'lib qolaman. Ularga ayt, qayerga borishsa biz ham boramiz. Ketdik, bir-ikki eshikni taqillatib ko'raylikchi. Biz ham Yuringlar. borsak bo'ladimi? Bo'pti. Yo'limizdan chiqmanglar. Yetadi. Stiv, ketdik. Dada, yaxshimisiz? Dada, dadajon, tuzukmisiz? Hammasi joyida, xafa bo'lmanglar. Hamma yaxshilab quloq solsin. Hoji. FQB hamma narsani kuzatadi. Supermarket, telefonlar, hamma narsani. Mashinalarni topa olishmaydigan joyga yashirib, o'rab tashlash kerak, Noa. Timur va boshqalarga yangi telefon apparati beramiz. Juda kerak bo'lmasa telefonlarni Markus, hoji iltimos. Bo'pti. Mariya, sen hoji bilan qolasan. Jasmin va Tomas, sen hech narsa bo'lmagandek tayyorgarlikda davom etinglar. Ammo dadam bu holda ekan, biz bunday qila olmaymiz. Jasmin, iltimos aytganimni qil. FQB sizlarni topadi. Kelganlarida ularga shu narsalarni aytinglar. Dadang bilan uchrashmayapsizlar. Hamma nima qilish kerakligini tushundimi? Tushundinglarmi? Deyapman. Demak, hamma mashinaga o'ninglar. Ish boshqaruvchi bilan uchrashishni istaymiz. FQB. Uzr. Menman. Boshqaruvchi sizmisiz? Ha, nima istaysizlar? David Baker, FQB. Nimani izlayotganimizni yaxshi bilasan. Aldayman deb o'ylama. Qani gapir. Sizni yaxshi tushunmadim. Xo'jayining qani? Qo'lga olinmaganmi? Bugun tushdan keyin qochdi. Sen esa qayerdaligini aytasan. Ammo men bilmayman. Yo 48 soat ichida aytasan yoki davlatdan chiqarib yuboraman. Baker. Bo'pti. Kuzatishda davom etinglar. Biron nima kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Nima qilasizlar? Turk elchixonasiga boramiz. Tashrif qog'ozimni oling. 24 soat mobaynida qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Allahu akbar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hoji, qarayapmiz. Do'stligimizga 30 yilcha bo'lib qoldi-yu. Yana 30 yil yashaymizmi bilmadim. Shuncha yildan beri ilk marta sen va oilang uchun qo'rquvdamiz. Har inson uchun rad qilib bo'lmas bir haqiqat bordek. Tug'ilish va o'lish. Inson mana shu ikki devor orasida borib kelib turadi. Hayot bo'shliqni to'ldiradigan sirot ko'prigidir. O'lim haqida Mavlono shunday degan. Meni qabrga tushirgach aslo alvido demanglar. Zero qabr jannat va dunyo o'rtasidagi pardadir. Qabr qamoqxonadek ko'rinadi,
ammo bir navi Bir nevi Kurtuluştur. canın kurtuluşudur. Markus, o'lim Allohga yetishishdir. Efendim, yaxshimisiz? FQB sizni so'radi. Yonida 2 turk politsiyachisi ham bor edi. Bu haqida hech narsa bilmasligimni aytdim. Tushundim. Xo'p. Oldindagi taksini ta'qib qil. Yerga yot, qimirlama. Janoblar, bizdan nima istaysizlar? Bizga hojining qayerdaligini ayt. Men ham turkman. Gapir. Uyimga bunaqa kirishingiz jinoyat. Hoji Gumush qayerda? Temur, bular nega bunaqa qilishdi? Do'stimning asabi joyida emas. Baqirsangiz otib tashlaydi. Tushunyapsanmi? Gapir. Gapir. Qasam ichaman qayerdaligini bilmayman. Tushunmadim. Rostdan ham bilmayman. Xavotir olma, hoji. Do'stlarimiz seni Amerikadan olib chiqish uchun kema qidirishyapti. Shu haftada bu yerdan ketasan. Jasmin uchun xafaman. Hoji, sen bu ahvolga tushgansan, Jasmin xafa bo'lmasinmi? Unga hech narsa qilmaydi. Menga nima bo'lganini aytinglar. Bu odamlar nima istayapti? Iltimos aytinglar. O'chir ovozingni. O'chir dedim senga. Jim. Gapirasanmi? Ha? Bilmayman. Oxirgi nafasing. Bo'pti, aytaman. Bir daqiqa, janoblar. FQB David Baker. Mana bu olchoqni qidiryapmiz. Shu yerda ekanligidan xabarimiz bor. Ko'rsangiz, bizga qo'ng'iroq qilinglar. Beyler bakar mısınız? Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Allahu Beyler, Ekber. ben David Baker, FBI. Size birkaç soru soracağız. Allahu Ekber. Sağır mı oldunuz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm Yeter artık kesin. Size birkaç soru soracağız. Buranın yetkilisi kim? Beyefendi, burası bir ibadethane. Buraya ayakkabılarınızı çıkarmadan girip insanlara ibadet ederken bağırıp çağıramazsınız. Biraz saygılı olun. Düşmanlarımıza yardım ve yataklık eden bir dine saygı duymaya hiç niyetimiz yok. Burada kötülüğe yer yoktur. Yalnızca ibadet edilir. Ne aradığınızı anlayamıyorum. Şu adamı arıyoruz. O ülkemizin düşmanlarından. Bu adamı görüp görmediğinizi bilmek zorundayım. Bir şeyler bilip de söylemezseniz bir dahaki gelişimde burayı yerle bir ederim. Tövbe estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qayoqqa? Bu tomonga. Qayer? Mana bu yer. Ver onu bana. Bizni qayerga olib kelding? Michael. Qalaysan og'ayni? Temur. Bu qanday yangilik? Hojini qidiryapmiz. Hoji, Uni ko'rmadingmi? qimirlamanglar. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Temur, sen bu tomonga. Abdullah, bu odamlar sevgilimni bog'lab kelishdi. Uni qutqarishim kerak. Albatta. Quloq solinglar, biz turk xizmatidanmiz. Politsiyachi. Politsiyami? Faqatgina ma'lumot olgani keldik. Bor gap shu. Mana u bola bilan ma'lumot olgani keldingmi? Bular nima deyapti? Tezda qurolingizni olinglar. Telefonni daryoga otinglar. Qurolni menga qaratmanglar. Bunga urinib ham ko'rma. Sekin, sekin. Jiminglar, chekininglar. Qo'yib yuboringlar. Ikkovini ham bog'langlar. Ablahlar, qo'yib yuboringlar bizni. Juda yuqori darajadagi islomiy terror tashkiloti bilan qarama-qarshi turibmiz. Tezda yechim topishimiz kerak. 5 ta hududdagi masjidlarni qarab chiqdik. Hech kim hojini ko'rmabdi. Senda nima gap, Jim? Xotini va qizi bilan bog'liq shubhali vaziyat yo'q. Qizi qallig'i bilan yashayapti. Xonadonini 24 soat kuzatyapmiz. Qayg'urda qoldi u. Aeroportlarda ham jimjit, chegaralardan ham o'tmagan. Ichkarida demak. Dunyodagi islomiy jihod va boshqa dindorlar bilan jang qilyapmiz, ammo Nyu-Yorkdagi bir odamni topolmayapmiz. Shahrimizda. Turk politsiyachilarini qayerdaligini bilasizlarmi? Nimalar bo'lyapti? Hali ham hech kimdan ovoz chiqmadi. Vaziyat yaxshi emas. Hoji xavotirda. Assalomu alaykum. Yonimda ishlaydigan mazlumni iskanjaga olishlaringiz gunoh emasmi? Mana keldik. Meni aybim nima? Nimada ayblanyapman? Aybingni bilasan. Men o'ldirmasdan tinch bo'lmayman. O'ldirishmi? Unday emas. Janobi Haq kim bir insonni qasddan o'ldirsa, jazosi to abad qoladigan jahannamdir degan. Ya'ni فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها. Hoji,
Sen bu oyatni og'zingga olma. Demak, Qur'onni bilasan. Qo'lini yechinglar bularni. Hoji, sizlar bilan kelishib olamiz. Mening mehmonim bo'lasizlar. Keyin nima istasangiz shuni qilamiz. David, nimalarni his qilayotganingni bilaman. Ammo seningcha bugun sal oshirib yubormadingmi? Jim, mana bu yerda ukam yotibdi. Dadamning oxirgi vasiyati unga ko'z quloq bo'lish edi. Ammo uning qabri ham yo'q. Gaplarimni tushunyapsanmi, Jim? Hammasi aybdor. Hammasi. Brian hammamiz yaxshi ko'rardik va shunday davom etamiz. Lekin musulmonlarning hammasiga terrorchi deb muomala qilishing yaxshi emas. Oshirib yuborgan bo'lishim mumkin. Bu ayol nima derkan, bir eshitaylikchi. Bo'pti. Biz agentlar McKinnon va Baker, FQB. Bir necha savol bersak maylimi? Albatta, marhamat. Gumush xonim, Ha, dadangiz qo'lga olinganda qochib ketdi. Xabaringiz bo'lsa kerak. dadam bilan uchrashmayapmiz. O'tgan yillar ichida dadangiz bir necha musulmon davlatlarga boribdi. Demak, u yerda kuchli aloqalari bor. Bular hammasi bizga qarshi terrorchilik harakatlari rejalashtirilayotganiga ishonishga majbur qilmoqda. Biror ma'lumot bormi? Tushunmayapsiz shekilli. Meni dadam bilan aloqam yo'q. Bir narsani yashirishga urinayotgan bo'lsangiz bilib qo'ying, terrorchiga yordamlashish katta gunoh. Bilasiz-a? Hech narsa bilmaymiz. Vaqtingizni olganimiz uchun uzr. Sizlarga tashrif qog'ozimni beray. Yaxshi qolinglar. Ey Xudo. Hayotim. Rafiqa Mariya. Bular meni Turkiyaga olib ketishga kelgan politsiyachi do'stlar. Salom. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Rahmat. Salom. Yaxshimisiz? Buni sizga olib keldim. Rahmat. Boshqa biror nima kerakmi? Yo'q, rahmat. Ichkarida bo'laman. Xayrli kech. Xayrli kech. Rahmat. Xudoga shukr. Bugunimiz uchun ham shukr. Hoji afandi. Xotiningiz nasroniymi? Ha. Qanaqasiga bu islomga zid emasmi? Alloh bitta emasmi, o'g'lim? Qaysi dinda bo'lsang ham maqsad Xudoga yaqin bo'lish emasmi? Insonning savobi ham gunohi ham o'zidadir. Hukm esa unga bog'liq. Oyat karimda La ikraha fid-din. Qad tabayyana rushd min al-g'ay. Dinda zo'rlama yo'qdir. ya'ni dinda zo'rlash yo'q. Ularga kuch ishlatmaysan. Islom terror uchun nima deysiz? Terror koinotdagi eng yomon inson harakatidir. Hech bir din va hech bir aql uni qabul qiladigan darajada yomon bo'la olmaydi. Musulmon inson faqat va faqat xotirjamlik va tinchlik tarafda bo'ladi. Terrorga aralashgan inson musulmon bo'lishi mumkin emas.
Nimalar deyotganingizni tushunmayapman, ammo men bilgan yagona narsa shuki, qanchalar urinsangizlar ham hojidan yomonlik topa olmaysizlar. Gaplariga ishonishingiz kerak. Hoji, ketishim kerak. Ketdik. Bo'pti. Kech bo'ldi. Do'stlarimiz sizga qarashadi. Mehmonlarga yaxshilab qaranglar. Xayrli kech. Fırat, bu işte bir g'alati holat yo'qmi? Menga qara. Bu odam vaqtdan yutyapti. Unga aslo ishonma. Aslo. Nima bo'ldi? Qo'ng'iroq qildingmi? Ha, u bilan gaplashdim. Xavotir olishni keragi yo'q. Kutilmagan sovg'a bo'ladi. Rostdanmi? Mana shuni yaxshi o'ylading. Toms, dadamning yagona istagi meni baxtli ko'rish. Men ham seni baxtli ko'rishni istayman. Rahmat, qizim, sen xafa bo'lma. Biz doim yoningda bo'lamiz. Ertaga juda go'zal bo'lasan. FQB qo'lga olish qarori nega chiqarilganini advokatga aytmaydi. Mas'ullarga hech narsa qilmaydi. Markus, Xudo meni asraydi. Meni bekorga olib qochding. Birovga bir narsa bo'lsa nima bo'lardi? Bu gunoh bilan qanday yashardik? Hayotimizga shiddat kirishiga yo'l qo'ya olmaymiz, albatta. Ammo men shiddatni bahona qilmoqchi emasman. Turkiyaga borgach qaytishingga kafolat yo'q. Shunday qilishga majbur edim. Xudoyim, meni kechir. O'zing kechir. Do'stim, Hindiston, Sudan, Xitoy, Malayziyada seni quchoq ochib kutib olishadi. U yerlarda hech kim seni va oilangni kuzatishmaydi. Bilib qo'y, qochoq bo'lib yashashni istamayman. Nima bo'lsa ham Turkiyaga qaytaman. Bolaligi o'tgan joylarga sira bormadik. Qachon oilasi haqida so'z ochsak, bir og'iz ham gapirmaydi. Meni tushunmaysizlar. Bu yerlarning o'z odatlari bor. Balki Alloh mana shu politsiyachilar orqali ishora berayotgandir. Sen uxlamadingmi o'g'lim? Meni o'g'lim dema, hoji. Meni nimada ayblayotganingizni bilmayman, ammo men aybsizman. Aybsizmi? Menga yolg'on gapirma, hoji. Yo'q. Men yolg'on gapirmayman, o'g'lim. O'g'lim dema meni, hoji. Sen odam o'ldirganingni bilaman. Bunday gunohdan Xudo saqlasin. Gunohmi? Seni gunohkor qotil ekanligingni bilaman. Nima desang ham meni qotil dema. Amerikada nima ishing bor? Bu yerga nega kelding? Bitlisning Nurs qishlog'idan chiqqan buyuk olim Saida Nursning bir kalomi bor. Yer yuzida insonning 3 masalasi bor: kamsitish, fuqarolik, jaholat. Kamsitishni sevgi va marhamat bilan, fuqarolikni bo'lishib, jaholatni esa faqatgina o'qish bilan hal qilamiz. Bu yerga kelishimning sababi Bitlisdagi oilamning jaholati. Hoji, oilangni nima aloqasi bor? Hirs va intiqom insonni bitiradi, qul qiladi. Turkiyaga qaytgach mening aybsiz ekanligimni tushunib yetasizlar. Qaror qildim. Xudoning ruxsati bilan o'lmasdan oldin necha yil ko'rmagan onamni, Bitlisni yana bir marta ko'raman.
Katta xato qilyapsizlar. Erim yaxshi inson. Hech bir jonzotga ziyon yetkazmaydi. Bizga shu vazifani topshirishdi. Tushunasiz degan umiddaman. Siz Turkiyaga qayta olmaymiz. Iltimos, menga yordam beringlar. Biz kimni qanaqa odamligini bir qarashda bilamiz. Boshqa odamni olib ketyapmiz. Bekir, odam hali ham yo'q. Tayyor holda kutyapmiz. Tushundim. Cherkovni kuzatishda davom etinglar. Yo'ldaman, kelyapman. Turk politsiyasidan xabar bormi? Yo'q. Hali elchixonaga borishmabdi ham. Biror ishgal chiqarishmasin ish qilib, Turkiyaga boshqa odamni olib ketyapsizlar. Bu odamga qaranglar, birovga zarar beradigan odamga o'xshaydimi? Qizalog'im mening, bu Dadajon, qanday go'zallik. dadajon, sizni juda yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Qurboning bo'lay. Hayotim, juda chiroylisan. Nima qilyapsizlar? Nikoh kuningiz 10 kundan keyinmidi? Dadam ham qatnashadi deya bugunga o'zgartirdik. Sizlar ham borasizlarmi? Borasizlar, dada? Dada, hayotim, biz bora olmaymiz. Bu juda katta tavakkal. Mariya, sen bor. Onasi yonida bo'lsin. Aminmisiz? Ha. U bizning yagona farzandimiz. Turmushga chiqayotganida yolg'iz qoldirma. Tomas, qizimga yaxshilab qara. Xavotir olmang. Bugun cherkovda nasroniycha nikohdan o'tamiz. Keyin kechki payt masjidda imom nikoh o'qiydi. Bo'pti, endi bora qolinglar. Bora qolinglar. Aminmisiz? Ha, aminman. Xo'p, nikohdan keyin darrov qaytaman. Yaxshi. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni. Biror nimani o'tkazib yubordimmi? Marosim endi boshlandi. Chiqishda hammasini kuzatishingizni istayman. Bo'pti. Aziz do'stlarim, bu cherkovda to'plandingizlar. Tangri sevgingiz kuchiga kuch qo'shib, sizlarni niyatingizga yetkazsin deya mehmonlar va rohib oldida sizlar. Yaratgan bu sevgini qo'llab-quvvatlamoqda. Nikoh marosimini qoidalariga ko'ra sadoqat bilan amalga oshiramiz. 10 qo'llaringizni birlashtiringlar. Tangri va cherkov huzurida roziligingizni bayon qilinglar. Juda soz bo'talarim. Men Tomas. Jasminni o'z nikohimga olaman. Men Jasmin. Tomasga turmushga chiqishga roziman. Senga sodiq qolishga so'z beraman. Yaxshi va yomon kunlarda. Seni sevaman va hurmat qilaman. Butun hayotim davomida. Baxtli bo'linglar, bo'talarim. Dada, bugungacha men uchun qilganlaringiz uchun katta rahmat. Meni qadrlaganingiz, yaxshi ko'rganingiz uchun, menga o'rgatganlaringiz uchun sizni juda yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman.
dadang qurboning bo'lsin. Nikoh marosimi tugadi. Hozir ketishyapti. Sizlarga katta rahmat. Mariya, ketdik. Kechirasizlar, ketishimiz kerak. Sog' bo'ling. Nima bo'ldi? Hoji advokatning ofisida bizni kutyapti. Qizimning shunday kunida yonida emasman. Taslim bo'lishga tayyorman. Jonatan, iltimos politsiyaga qo'ng'iroq qil. Hoji. Bunga aminmisan? Ha. Hoji, federallar sendan qanday qochganingni so'rashadi. Hech narsa aytma. Bo'pti. Do'stlarim, sizlarni ham ovora qildim. Uzr so'rayman. Men Xudoga ishonaman. Ketdik. Frat, bir daqiqa. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Sen ham, men ham bilamizki, bu biz qidirgan odam emas. Tushunmadim. Hojini Turkiyaga olib borsak yo'q qilishadi. Bizda adolat ko'r bo'lmasa ham cho'loq. Biz qidirgan odam bu emas. Sen jinni bo'ldingmi? Nima, sen sudyamisan? Tezroq, ular ortimizda. Bizni ko'rishdi. Shu yerga kuzatib kelishdi. Nima qilishni bilmay qoldik. Boshqa joyga borsakmi? Sal oldin 3-ko'chadagi 760-binoga kirishdi. Endi nima qilamiz? Markus, iltimos hayajonlanma. Hoji, FQBga qo'ng'iroq qilishni keragi qolmadi, ular shu yerda. Nimalar bo'lyapti? Haqsan, Markusni boshi baloga qolishini istamayman. Hoji, seni olib keta olmaymiz. Nega? Hoji Turkiyaga qadam bossa qaytib kela olmaydi. Nimalar bilan ayblanganini bilasizlarmi? U dindor bir odam, islom terrorchilari yetakchisi sifatida ayblanmoqda. Terrorchimi? Ma'qul bir joy bormi? Hojini FQBdan yashirishga majburmiz. Nima qilmoqchisan tushunmadim. Mana bu yo'ldan yurib tomga chiqinglar, sizlarni u yerdan topisha olmaydi. Hojini tomga olib chiqib yashirishimizni aytishyapti. Sen bilasan, Miram. Ularga ayt, qurolimizni qaytarib berishsin. Qurollarimiz. No, qurollar. Ularni olib ket, tezroq. Bo'la qol, hoji. Chiqish bu tomonda. Hoji. Mariya, advokat ofisiga boringlar, qo'rqmanglar, qo'rqmanglar. Demak, ular tomda. Hamma tomga chiqsin. Menga qara, hoji. Ko'zlarimga qara. To'g'risini ayt. Odam otganmisan yo'qmi?
Men hech kim otmadim, o'g'lim. Meni o'g'lim dema, hoji. Qotil kimligini bilaman. Aytdim-ku, o'g'lim, men hech kimni otmadim. Men qotil emasman. Hoji, menga haqiqatni ayt. Tan ol, gapir. Gapir, hoji. Firat, jinni bo'ldingmi? Nima qilyapsan? Qurolingni tushir. Cho'mizni ham otishadi, tushir. Ular tepada. Seni joni uchun, Alloh uchun haqiqatni ayt. Qotilmisan, yo'qmi? Oxirgi marta so'rayapman, gapir, hoji. Hoji. Tiz cho'k. Hoji, tiz cho'k. Yo'lni oxiriga kelding, ablah. Barakalla, yaxshi ish bo'ldi, janoblar. Olib ketinglar. Jinoyatchini qanday topganingizni bilmayman. Ammo yordamingizdan minnatdorman. Amerika musulmon terrorchilardan ko'p jabr ko'rdi. Adolat qaror topishi kerak. Jinoyatchilar jazosini olishi kerak. Bilasanmi, Beyker? Bir necha tirraqi buzoqlar qilgan ishlari sababli butun musulmonlarni aybdor qilmanglar. Bu katta nohaqlik. Bir tomondan haqsan, ammo ba'zan kechirish qiyin bo'ladi. Xususan gap ukang haqida ketsa. Oq yo'l ajar. Tanishganimdan xursandman. Hammasi uchun rahmat. Xayr. Xayr. Xush kelibsizlar, yigitlar. Sizlar bilan g'ururlanaman. Marhamat. Bu odamni gapirtira olsak, aloqalarni aniqlasak, barcha ifloslarni yo'q qilamiz. Bugun erta gapiradi. Salom, hoji. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, hoji. Yo'lda qiynalmadingmi? Yo'q, xudoga shukr. Endi nima qilamiz? Kim biladi ular qayerda? Xafa bo'lmang. Do'stlarimiz tergov qilishyapti. Ya'ni hozir. Fikrimni so'rasangiz, suddan keyin ozod qilinadi. Xafa bo'lmayman. Meni aldolmaysiz. Bu yerda mas'um odamlarni boshiga nimalar tushishini bilamiz. U terrorchi emas va jazoga loyiq ham emas. Mariya, iltimos, tinchlan. Bu adolatsizlar yo'q bo'lishi uchun sabrli bo'lishimiz kerak. Hoji qutulishining kaliti sabrdir. Xudo bizni sinayapti axir. 37 yildan beri bu yerga kelmadim. Yolg'on gapirma. Eron, Sudan, Malayziya, Suriyaga borganda bu yerga kelmadingmi? Ha, yolg'onchi. Turkiyada kimlar bilan aloqadasan? Bu yerda kimlar bilan gaplashasan? Xo'sh, gapir. Suiqasd va bombali harakatlar amrini qachon va kimga bergansan? Men hech kimga amr bermadim. Terror harakatlarining rahbari va moliyalashtiruvchisi sen emasmisan? Yo'q, G'anim Bashar, Kenan Demir, Dursun Mutlilar bergan tergov so'roqlarida bu ishlarning rahbari va moliyalashtiruvchisi sen ekanligingni aytishdi. Bu ham yolg'ondir-a? Xudoning roziligi uchun islomning oydin chehrasini iflos qilganlar bilan meni tenglashtirma. Qo'limizda shuncha dalil turganda biz bilan hazillashyapsanmi, abillah? Ha, Mahmud. Gapiradi-ku. Sen ishonuvchan odamsan.
bizni ham gunohga qoldirma. Hammamizni ham bola chaqamiz bor axir. Sen yaxshi bokschi ekansan. Men ham bir paytlar chempion edim. Shu bilan birga janjalkash ham. Yoshligimda albatta. Rostdan ham janjalkash bo'lganman. Hoji meni yomonliklardan qutqardi. U bilan tanishmasam, kim biladi, hayotim qanday bo'lardi. Meni islom bilan tanishtirdi, keyin Mavlon va Yunus bilan, xullas, undan xavotirdaman. Xavotir olishingizni istamayman. Xabaringiz bormi, bilmayman-u, ammo Yevropa ittifoqi muzokaralari boshlangandan keyin ko'p islohotlar amalga oshirildi. O'lim jazosi yo'q qilindi. Har qanday iskanja qonunan taqiqlandi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen yaxshi insonsan, Ajar. Kelganing uchun rahmat. Ertaga ko'rishamiz. Bo'pti. Xayr, qizim. Seni yaxshi ko'raman. Al-Qoidami, Tolibonmi, Hizbullohmi? Qaysi biriga bog'liqsan? Men Allohga bog'liqman. Sen Allohga bog'liqsan? Biz davlatning shu ishlariga bog'liqmizmi? Sabrimizni toshirma, hoji. Salom. Salom mudirim. Hali ham gapirmadimi? Yo'q. Mavjud tartibni buzib, o'rniga shariatni o'rnatish uchun qilingan iskanja jinoyatlaringni qabul qilasanmi, yo'qmi? Gapir. Aslo qabul qilmayman. Allohning nomi bilan qasam ichamanki, siz izlayotgan odam men emasman. Bu yolg'onlaringni bas qil, hoji. Men yolg'on gapirmayman. Kimligingni bilamiz, hoji Kumush. Bu jinoyatlarni qilmaganingga bizni qanday ishontirmoqchisan? Buni Xudo biladi. O'tgan vaqt o'tdi. Men sizlarga aybsizman deyapman. Menga ishonmayapsizlar. Bu odam meni o'ylantirib qo'ydi. Nima deysan? Kelganidan beri tergovda, hozirgacha yechilishi kerak edi. Charchadingizlar, borib dam olinglar. Rahmat. Rahmat. Mudirim, hoji balki menga gapirar. Mayli, urinib ko'r. Yaxshi ishla. Yaxshi boring, afandim. Fotiq, sen ham biror nima yeb ol. Hoji, uyg'on. Hech kim qolmadi. Insonlar gunohlardan qocha olishmaydi. Hech kim bo'lmasa ham Alloh bor, o'g'lim. Meni o'g'lim dema. Men aybsizman. Mendan nima istaysizlar, o'g'lim? Senga necha marta aytdim? Meni o'g'lim dema, hoji. 1973-yil odam o'ldirmadingmi? 1974-yilda av chiqdi va qutulib qolding. Keyin esa yo'qolib qolmadingmi, hoji? 1973-yil, Bitlis. Esladingmi, hoji Kumush? Sira unutganim yo'q. Seni pastkash bir qotil ekanligingni bilaman, hoji. Meni qotil dema. Yolg'on gapirma, hoji. Unda eshit. U paytlar kichkina edim.
bo'ynimda Qur'on masjiddan chiqqandim. Akam meni yonimga keldi. Musulmonlar, do'stlarim, har kimki islomda shiddat yo'qdir desa, shuni yaxshi bilinglarki, u kofir, u munofiq. Cihat nedir bilmemektedir. İslam'a hakim kılmak için işkenceleri ve ölümü göze alın. Allah yolunda ölmek, ölmek değil, dirilmektir. Allah sizinle olsun. Amin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Shayxim, qilinadigan yangi ishlarning buyrug'i keldi. Yaxshi. Siz aytganlarga bordik, hech kimdan yordam ola olmadik. Shunaqami? Biz islom uchun kurashayotgan bir paytda bizdan yuz o'girishdimi bu fosiqlar? Shayxim, ular shaytonga quloq solishgan, dindan, iymondan chiqishibdi. Ularning jazosini berishimiz kerak. Sabr. Biroz sabr. Xo'p bo'ladi. Mana sotqinlik qilgan kofir politsiya xodimi. Hamza! Hoji bilan uchrashdim. Ahvoli yaxshi. Faqat biroz charchagan. Sizga salom aytib yubordi. Uni ko'rishni istayman. Hozir mumkin emas. Nima uchun? Hojini oldin politsiyachilar tergov qilishadi, keyin prokuraturada. Uni sud qaroridan keyin ko'rishingiz mumkin. Ammo xato qilishyapti. Men hojini 30 yildan beri taniyman. Bu qancha vaqt oladi? Afsuski buni bilmayman. Ey Xudoyim. Allo. O'g'lim, keldingmi? Keldim, buva. Xush kelibsan. Necha kundan beri uxlamagandim. Ko'zlarim yo'lingda. Nima bo'ldi? Buva, tuzukmisiz? Yaxshi emasman, o'g'lim. Bugun borman, ertaga yo'qman. O'lmasdan ko'nglim xotirjam bo'lsa deyman. Xotirjam bo'ling, buva. Qo'llaringizdan o'pib qolaman. Men ham ko'zlaringdan o'paman. Xayr. Hoji ayibsiz. Qanaqasiga? Bu xulosaga qanday kelding? Bu odam ayibsiz. Haqiqiy dajjolni himoya qilish uchun meni chalg'itishdi. Bu nima deganing, Frat? Interpol FQB qidiryapti. Nima endi uzr? Boshqa odamni qo'lga oldingizlar deymizmi? Bizni rasvo qilishadi. O'ylab gapir. O'yla. Menga afsus. Mudirim, jam. Hammasini rasvo qildingiz. Chiqinglar. Frat, bu odamning gunohi yo'q deb necha marta senga aytdim. Bu odam ayibsiz. Nima desam ham ishontira olmadim. Mayli, siqilmang. Amirim, salom. Salom, Ajar. Unga nima bo'lgan? Kechirasiz, mudirim, ammo juda muhim narsa uchun bezovta qilyapman.
Salim afandim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Musulmonlarning qonini to'kkan sotqin jazosiz qolmaydi. Turkiya islom davlati bo'lguncha kurashimiz davom etadi. Islom dushmanlari bilan hamkorlik qilganlarni esa aslo kechirmaymiz. Ey Xudoyim, bismillah, Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. La'nat. Kayfiyatingni buzma, Furat. Kim ham xato qilmaydi deysan. Xoh Istanbul, xoh boshqa joy. Nima farqi bor? Hayotimiz ifloslarni qo'lga olish bilan loy suv ichida o'tadi. Rostdan ham juda charchadim. Xuddi shunday. Kechirasan. Eshitaman. Nima? Dajjolni qo'lga olishibdi? Allohu akbar! Allohu akbar! Allohning askarlarimiz! Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Allohu akbar! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stimizni shahid qilishda bulardan foydalanganlar o'zlarini bu yerning egasi va afandisi deb o'ylashadi. Bu ifloslarni boshimizga balo qilganlar qayerga borsa ham qo'lga olib, nomusli prokurorlarga topshiramiz. Dursun Shahin suiqasdidan xabaring bormi? Qotillar yashirinishga ulgurishdi. Hamma joyda ifloslar yuribdi. Men uni ko'rmoqchiman. Xudoning balosi. Kimlar seni uchun ishlaydi? Kimlardan amr olasan, birma-bir aytasan. Men bu amrni Allohdan olaman. Xudo yo'lida jihad qilaman. Musulmonlarni olib qochib pul olibman. Ularni tiriklayin ko'mibman. Boshlarini kesib o'ldiribman. Jihad qilibman. Qur'oni Karim din tamoman Xudoniki bo'lguncha kurashinglar deya buyurgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Xudoning dushmanlari bilan umringizning oxirigacha kurashdi.
Biz ham shu o'rinda oxirigacha kurashamiz. Alloh payg'ambar hazratlariga sen insonlarni Alloh yo'liga chiroyli so'zlar, hikmat bilan da'vat qil deb buyurgan. Jihod degani insonlarni Alloh yo'liga to'g'ri da'vat qilish deganidir. Payg'ambar hazratlari dushmanlar hujumi paytida jonini, molini mudofaa qildi. 23 yillik payg'ambarligi davomida faqatgina 2 oy jang qildi. Atigi 2 oy. Xudo gunohlarimizni afv etsin. Kechirasiz Hoji bey. O'zim va tashkilotim nomidan uzr so'rayman. Xato qildik. Katta xato qildik. Taqdiri ilohiy. Salom. Yangiliklarim bor. Nimalar bo'lyapti? Erim yaxshimi? Ha, tashvishlanishni keragi yo'q. Hoji chiqarilyapti. Rasmiyatchilik uchun sudga chaqiriladi va keyin ozod qilinadi. Rahmat. Birga ishlaganimdan xursandman. Ajar, men ham. Faqat bir narsa menga tinchlik bermayapti. Xo'sh, nima ekan? Bu odamning aybsiz ekanligini boshidan beri bilarding. Nega uni aybdor deb turib olding? Hayot ba'zan odamga noto'g'ri ishlar qildiradi. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Alloh rozi bo'lsin. Bizni kechiring. Sizlar buyurilgan ishni qilgansizlar. Hech aybingiz yo'q. Rahbarlaringiz ham uyalib qolishdi. Hammasi o'tib ketdi. Endi nima qilmoqchisiz? Bir necha kun shu yerda qolamiz, keyin Markusni kuzatamiz, nasib qilsa. Keyin esa Xudo xohlasa xonim bilan Bitlisga onamni ko'rgani boramiz. Hoji, sizni Bitlisga biz olib boramiz. Ovora bo'lmanglar. Kecham ovorasi yo'q. Nyu-Yorkda bizni mehmon qildingiz, endi navbat bizniki. Markus, jon do'stim, yordaming uchun katta rahmat aytmoqchiman. Hayotimga qo'shgan yaxshiliklaring uchun rahmat, Hoji. Bu yerga azon bilan kelib, azon bilan ketyapsan. Aziz do'stim, inson tug'ilganda azon aytiladi, ammo namoz o'qilmaydi. O'lganingda esa namoz o'qiladi, azon aytilmaydi. Nega bunday? Chunki sen tug'ilganda aytilgan azon o'qiladigan namoz uchundir. Hayot shunchalik qisqa. Iltimos, tezroq qayt. Qaytaman. Rahmat. Hammasi uchun rahmat. Yaxshi qolinglar. Oq yo'l. Yaxshi yetib oling.
o'g'lim. Bu ishlar bo'lmaganida sira bu yerlarga kela olmasdim. Rahmat. Juda sog'inibman. Sog'ingan bo'lsangiz nega shu paytgacha kelmagansiz? Sokin suvlarni loyqalatmaslik uchun kelmadim bu yerlarga. Mayli. Yuragim siqilib ketyapti. Mana keldik. Bitlis mana shu yer. Kim bor? Kim bor? Kelinglar. Nima bo'ldi? Kimni qidiryapsizlar? Mehmonxona bor ekanmi so'ra. Xola, bu atrofda mehmonxona bormi? O'g'lim, bizda odat shunaqa. Kimdan mehmonxona so'ralsa, o'sha uyda mehmon bo'ladi. Xudoning mehmonisizlar. Boshim, ko'zim ustidasizlar. Kelinglar. Ovora bo'lmang, xola. Ovorasi bor ekanmi? Kelinglar. Men bir joyga borib kelaman ruxsatingiz bilan. Tinchlikmi janoblar, nima bo'ldi? Mudirim, Furat hammamizga yolg'on gapiribdi. Qanaqa yolg'on? Hujjatlarni rasmiylashtirayotganda ko'rdik. Xo'sh, Furat ishga kirishdan oldin familiyasini o'zgartiribdi. Otasi Ismoil Eren, ya'ni Hoji Gumush 1973-yilda otgan odam Furatning otasi bo'lib chiqdi. Dajjolning haqiqiy ismi Hoji Gumush ekanligini kim aytgandi? Furat otasining qotilini Turkiyadan topa olmagach, uni jinoyatchi sifatida ko'rsatish uchun Dajjoldan foydalandi. Sen nimalar deyapsan, Mahmud? Arslan o'g'lim. Demak, bu ablahni olib kelding. Uning qoni tomdagi bayroqqa surtilganidan keyin dadangni ruhi tinchiydi. Buvi, Hoji qotil emas. Nimalar deyapsan, o'g'lim? Nima deyotganingni bilasanmi? Dadangni otgan o'sha ablah. Men aybdor insonni juda yaxshi bilaman. Hoji hamma narsani aytib berdi.
U yaxshi odam. Yaxshi odammi? Men senga hamonalik, hamotalik qildim. Senga haqqimni halol qilmayman. Yo'qol! Mening o'g'lim emassan. Buvi, yoshligim intiqom ortidan o'tdi. Yillarki mas'um bir odamning ortidan chopdim. Xudo va Qur'on haq qasam ichamanki, hoji aybsiz. To'g'risini aytyapsanmi, o'g'lim? O'lgan sizning o'g'lingiz bo'lsa, mening otam edi. Hoji men tanigan eng yaxshi odam. Ah, bolam. Sen yaxshiroq bilasan. Sen urganim uchun kechirasan. Men hojining oldiga ketyapman. Kech qolmasdan qaytaman. Tezroq qayt, dardlashamiz. Seni sog'indim. Juda ham sog'indim. Ko'rishguncha buva. Bo'pti, o'g'lim. Rahmat. Munavvar, ovqatlarni tayyorla. Bo'pti. O'g'lim, qalaysiz? Yaxshimisiz? Nima gaplar? Keling, ona, o'tiring. O'tiring, gaplashamiz. Siz ham shu yerliksiz shekilli. Shunaqa. Bitlisga nega keldinglar? Tinchlikmi o'zi? Anchadan beri ko'rmagan bir tanishimni ko'rgani keldim. Xudo xohlasa ko'rasan. Xudo xohlasa. Ona, hech kimingiz yo'qmi? Ikki o'g'lim bor edi. Katta o'g'lim 10 yil oldin saratondan o'ldi. Kichkinasizcha. Qamoqqa kirdi. Undan keyin uni ko'ra olmadim. Umuman. Bizni dushmanlarimiz bor. Endi diydor qiyomatga qoldi shekilli. Bu yerdan uzoqda bo'lsa ham tirik bo'lsa bo'ldi. Ona. Men hojiman. Men hojiman, ona. Hoji? Ha. Senmisan? O'g'lim. Menman, ona. Meni kechiring. Hoji. O'g'lim mening. O'g'lim. Xudoga ming shukrlar bo'lsin. Onang qurboning bo'lsin, hoji. O'g'lim. Ona. O'g'lim. Shu kungacha qayerda eding? Juda uzoqlardan keldim. Endi shu yerdaman. Mana bu xotinim Mariya. Qurbon bo'lay senga. Uyingga xush kelibsan, qizim. Turkchani bilmaydi, xorijlik. Mayli o'g'lim, u ham inson. Kelinglar, kelinglar. Ona, bu do'stlarim bo'lmasa, Bitlisga aslo kela olmasdim. Xudo ulardan rozi bo'lsin. Bu Ajar, bu esa hamshaharimiz Fil.
Gumishlarning kimligini bil. Hoji. 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 Tez yordam chaqiring. Tez yordam chaqirdim. Kelyapti Mariya. Bo'ldi. Chidang. Chidang. Qo'limni ushla. Qo'limni ushla. Yordam beringlar. Iltimos. Tezroq yordam beringlar. Yordam beringlar. Hoji, mana buni ushla. Hoji, ushla dedim. Aka, bunday qilmang. Ol dedim. Menga qara. Qotil sensan. Sensan qotil. Hoji. Seni sevaman. Men ham sevaman. Meni baxtli qilganing uchun rahmat. Qizimizni tarbiyalaganing uchun ham rahmat. Yig'lama. Firat. Firat. Sizni sevaman. Firat. Meni tashlab ketmang. Yig'lama. Sizni sevaman. Hammasi meni deb bo'ldi. Meni kimligimni bilasizmi? Bu ko'zlarni aslo unutmaganman. Xuddi dadangni o'zi. Hoji, meni kechiring. Sizni qanchalar yaxshi odam ekanligingizni bilmadim. Kechiring meni. Xafa bo'lma, o'g'lim. Taqdiri ilohiy. Men jaholatdan qochdim. Ammo oxirida jaholat meni Azroilim bo'ldi. Xotinim, qizim. Hoji. Hoji. çeken çok zalim pençesinde kimi
çeken çok zalim pençesinde